Bu yıl qandaq yıl? Bu yıl nayimiz kurulğanlığının 100 yılını toşqan yılı. Ondaq sizlər nima üçün mushundaq bir kunni tanlab to'y qilishni loyiq topdinglar? Bizning mushundaq xosiyatli bir kunda to'y qilishga maqsadimiz o'zimiz tug'ilib o'sgan ona diyorimizni qadrlash va mushu go'zal diyorimizda yashab kelayotgan amtekchor xalqimizning boy bayashat go'zal turmushini namoyon qilish uchundir. Shunday qilgunsa, ha? Rahmat sizlarga. Vay. Hürmetli gitmişe. Hoş. Bana bugün toyumuz, bilmesine ahmiyetli bir toy oldu Cuma. Nayt to'g'ri aytdingiz. Haqiqatan bu xosiyat qo'sh to'y bo'pti. Qani to'yimizning arzini texnik yuqori ballik ko'taraylik. Suyumlik bu ana yutkan Mücessem bu acep hikmet Allah ey men hayran ey acep hikmet Hürmetlik meşrep ekli.
Anda olsa toyumuzniki kun tertibi bo'yicha yigit onasi bo'g'isi kelinchigining yuzini ichib etsin qandaq? Bir chavak keltirib qani yigitning onasi qilma rahmat. Qani qizlar yigitlar o'rnadan qo'pirasizlar? Bili. Aldirmay qo'pirsa. Mana oho. Mübarek olsun kızım, toy kiminizden mübarek olsun. Başınızla baş, ayağınızla taş olsun. Rahmet İşçilanın birimen, bak işler bilemen. İşçilanın birimen, bak işler bilemen. Sizce oxşat aşıqlıq, Allah bizə güləmən. Sizce oxşat aşıqlıq, Allah bizə güləmən. Hüccet koyduk çillerge, ecrinizde yıkıldık. Hüccet koyduk çillerge, ecrinizde yıkıldık. Sevgimizi vafanı, üzüm kəbirlə qıldım. Sevgimizi vafanı, üzüm kəbirlə qıldım. Festattık bahasir, Günler ötmez zavasır, festattık bahasir. günler ötmez zavasır. Sevgimizi vafanı, üzüm kəbirlə qıldım. Sevgimizi vafanı, üzüm kəbirlə qıldım. Olsun tersin ecirdin, el bilen sen baybuldun. Olsun tersin ecirdin, el bilen sen baybuldun. Çehremizin nur yağar, hayat bulduk, kaybolduk. Çehremizin nur yağar, hayat bulduk, kaybolduk. Festattık düşündük, festattık bağara. Festattık düşündük, festattık bağara. Açtı kökün yurt billen, sen yaratkan sınava. Açtı kökün yurt billen, sen yaratkan sınava. Festattık bahasir, Günler ötmez zavasır, festattık bahasir. günler ötmez zavasır. Açtı kökün yurt billen, sen yaratkan sınava. Açtı kökün yurt billen, sen yaratkan sınava. Hürmet yigitmiş ya. Hoş, niga? Yigit Hasanjonning balalık çağlardan birga oynab çoğalgan qadimas dostları özlerining lirik naqshlarini mush mashrab so'rnimiz so'g'u sukutida ketgan qanday qilsak bo'lar? Unda bo'lsa, Hasanjon o'zi birini tanlab bersin. Aqidamiz Hasanjon. Bugungi mashrab ahlimizning hurmati uchun do'stim G'ofurjon o'ziniki yor ishqida degan narsani aytib bersandoq. Qana qizg'in chavak. G'ofurjon tayyorlik tutmoqini seni sizga qoldik.
talep yigit bir şey. Nima talab? Bizde ma Pikan dehqonlarining da yoqtirib banglaydigan bir naqshchi Bargul ismli bu naqshchimiz bor edi, bu ko'rinmaydi. Aşı bir naqsh etmasimligida talab qilmoqchimiz. Telefonni cho'qim o'rinlaymiz. Bargul! Va Bargul! Ha, chaval, ha, chapson. Ha. Hörmətli məsrəf əhli, məsrəfimiz sənət arqılıq adam tərbiyələş, pak fəzilət, güzel axlaq arqılıq kişilərə həyatlıqның toğru yolunu içib versək, mana şundaq ulug'var burcunu azdır, köpdür ada qılalsa, bu bizning xuşallığımız və bundan keyinki izlanish yo'limiz bo'lib hisoblanadi. Shundaqmi yigit bisi? Aytdingiz, dunyoda yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan chakinlik, samimiylik bilan razillik menga mavjud bo'lib turdi. Biz kichilik turmushimizda shu nachar illatlar bilan davomli kurash qilishimiz kerak. Seni undaq bo'lsa bu poklik qamchisi yana kimlarning beshig'i tegdi ekan, qarab boqayli. Bizde devran bol hamar, üçge ve gizde olsa
qadimqi davrlarda Yipak yo'liga joylashganligidan iborat alohidligi bilan Sharq bilan G'arb o'rtasidagi iqtisod, madaniyat almashtirishda muhim rol o'ynagan bo'lsa, bugungi davrda Pichan nahiyyasi o'zining afzal jo'grafiyalik alohidligi bilan avtonom rayonimiz iqtisod taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Əmgəkdən aqıllı Pichan xalqı avtonom rayonimizdagi har millat xalqi bilan taqdirdosh, qalbdosh, hamnafas bo'lib, davlatimiz qurilganligining 53 yilligini, Pichan nahiyasi qurilganligining 100 yilligi bilan birlashtirib tabriklaydi. Shundaqla avtonom rayonimizdagi har millat xalqiga cho'nqur bayramlik salami yo'llaydi. Zarlıqның gülüdək Üzüge tolğan can Güzarlıqның gülüdək Üzüge tolğan can Büyük baraksan peri kendi Bizim zar bostan can Bizim zar bostan Yemek geldi o. Kavak gibi sanla. Sırlık sandık içilsin, üncü marcan çiçilsin, kudularının rişti üzülmezke çigilsin. Töveni kudularını sandık içik teklif kılımız. Hani kudular sen mi? Merhamet. Çıkmayalım ha? Hani?
Altın dese, ecir kısa, altın tıpılır. Baskan izi durus bolsa, güller içilir. 2 yaşının hakkı mikri mengü çetildi. Oylan kudam bu kuşallık nereden tıpılır? Ah Bosmot köp savap kılaşka be kudam. Savak! İnşallah. Altın dese, ecir kılsa tepilmez mıydı? Şerifiga zar gümüşten yıpılmaz mıydı? Altın nime, gümüş nime, köngül aldı da koş yürekle onunsuz mu sokulmaz mıydı? Rahmete Cavakay! Az olsun mu kilinimizin toyluğu kudam asla. Altını cık ekesin bana. Az olsun özey köngülüme. Amanın Allah kiyim bake. Evet. Sandık içiyorsun da Tip kızıl pota. Acep çıraylı koyunu vette Allah çoğla.
Qanday qiz yigit, ota-onalar yo'qmi-ki? Sizlarni qiyriqanda sho'q qiyringni juma. Ha, xo'sh yigitmishi. Xo'sh, nima gap? Bizning ilgirki mashrablarimizda isrofchilik, hashamatlik qarshi turish to'g'risida tashviqotimiz nihoyat yaxshi unum bo'lgani o'xshaydi. Mana bugun to'y qilgan yigit Hasanjon bilan Gulnisa xonim o'zlarining to'y ichimligi va to'y ko'chirishga ishlatadigan 3000 yuan pulini hisob qilib qopti. Shuningga hurmat yigitmishi, mushuni qanday taqdim qilsak bo'lar? Bu nihoyat ahamiyatli yaxshi ish bo'pti. Shu topda bizning yezgi qishloqlarimizda bir qism bolalar iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan maktabdan ayrildi yoki maktabdan ayrilish oldi turibdi. Biz shu pullarni ma'rif o'rinlar orqali shu pullarga yan qilaylik. Voy. Nihoyat ahamiyat minut oldi. Qiz yigitga bir alqış qaratmaylik, ha? Rahmat, muzika. Asalamda uyga kirsam to'rda bir qiz o'tirar. Asalamda uyga kirsam to'rda bir qiz o'tirar. Qoshlari bargi qiyosa, ko'zlari o'ynab turgan, oy xinim sharbona xola. Oqshom ichgansin choyni, hamda to'pte xumari, yorni omon sog'sin, bo'ynidagi xumari, oy xinim sharbona xola. Yarnım yo'lda tashliqkan, mamay desam yoshliqkan. Yardım yo'lda tashliqkan, mamay desam yoshliqkan. Meni shuncha kuydirgan, ochiq qalbim qoshliqkan, oy xinim sharmona xola. Oqshom ichgansin choyni, hamda to'pte xumari, yorni omon sog'sin, bo'ynidagi xumari, oy xinim sharmona xola. Tok chiqdim, kiyigatim, bo'z kiyik taqalmedim. Tok chiqdim, kiyigatim, bo'z kiyik taqalmedim. Keliman deb va'da qildim, holini topolmadim, oy xinim sharmona xola. Oqshom ichgansin choyni, hamda to'pte xumari, yorni omon sog'sin, bo'ynidagi xumari, oy xinim sharmona xola. Yorni omon sog'sin, bo'ynidagi xumari, oy xinim sharmona xola. Dap, yigitmishi. Nima gap? Yuqorqi mahaldan chiqqan ikki gadankash bayatın to'y ko'chirgichlarning oldini to'rab, avartliq tug'dirg'ini oldik. Mana hozir mush mashrab so'rini qo'g'lab kelib, qalaymiqan vaqirab adabsizlik qilyotdi. To'y ko'chaganlarning oldini to'sish azaldan qolgan odat-ku. Uni to'yimizning xo'shallik emasmi? Yo'lida bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Lekin xo'shallik to'g'ri bir tamoshami bo'ladi. Lekin hurmatli yigitmishi, aram boylik undirilish g'arisida yo'lsizlik qilib 500 yuan choy puli bermasanglar, mashrabni buzimiz, chachimiz, andaq qilamiz, mandaq qilamiz deb yangilarimizga tap bilan afloqga tullab topdi emasmi? Kim o yuragini qopcha qilib hayosizlik qilgan? Akrimlar! Adabsizlik yo'lni. Ha, mana. Yaqni vaqtni taqat. Shuncha. Yaqni vaqtni tutib olaman. Ha, bularni bilamcha? Ha, hurmat yigitmishi,
Mana mushundaq ishlarimiz, ha? Herkes yumshoq qo'lliq qilsak bo'lmaydi. Axloqsiz odam ayni ongsiz hayvonga o'xshaydi. Durust, qattiq jazolanglar. Qani, jazo qo'ralni makruh. Ha, hurmatli yigit peshi. Anda olsa yengilerimizga hayasız gap qilgan ashu tilini kesitdi. Chiqar tilingni. Bak, eg'rib ketarmikan? Onda olsa qo'lini kesitma. Chiqar tilingni. Tushundim. Endi bu qachanmaydigan sen. Hay. Ular o'zini urib jazoni ijro qilsin. Tamam ana. Obdan jazola. Ma'lum bo'lgan yigitmishi? Nima xo'sh xabar? Mashrifimizning yiqimliq nag'mi navollari, kuldirgi chaqchaqlari el ishiga tarqalgandan keyin qo'shni viloyat noilaning, ro'naq topgan kon korxonalarning sardor vakillarimi bizmi mashrif akliga bir piyoladan choy qo'ysak deb iltimos qilishdi. Ayt yaxshi bo'pti. Unda bo'lsa bunda qilaylik. Kelgan mehmonlarning hammasi ulug'. Mehmonlarning talabini cho'qim qondirmay olmaydi. Hozircha eng yiroqdan kelgan mehmonni ahvol so'raylik. Xo'sh, kunamizda Maravishnoylik partkom doimiyat a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Abdug'ini Ismoil apandini taklif qilaylik. Xush kelibsiz. Qani unda bo'lsa, oldingi qatimqi gulchayimizni topshirib olgan Jon Noillik xalq hukumatining muavin hokimi Fatigul xonimni taklifimizga taklif qilamiz. Marhamat.
Fatihgül xanım, undaq bolsa bugungi mashrabtini Abdug'ani efendimga o'tkazib bergan bo'lsangiz. Gulchay keltirilsin. Yurtimizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning mashrab programmamizning xud nishoni avom xalqining ko'nglini xo'sh qilish, avom xalqimizning bizni qo'llashi biz uchun zo'r madad. Qani gulchimizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Men bugun Pishon noyasida o'tkazilgan mashrab faoliyatiga qatnashganligimdan o'zimni intayin pushayish qilmoqdaman. Pishonning go'zal manzarasi, xalqining angakchan, batur ro'yi, san'at xumar xislati menda cho'nqur ta'sir qildi. Men hozir Kishlar navbatlik mashrab salonining gulchini xushallik bilan topshirib oldim. Mushu munosabat bilan men Nayimizdeki 260 ming her millet xalq ammasiga vakolatan barliq aziz mehmonlarni qadimiy Barchoq diyori, Do'lan diyori, saxovatlik ana makan Maralvoch nayisiga kelib, Kishlar navbatlik mashrab saloniga qatnashib berishini chin ko'nglimdan taklif qilaman. Rahmat. Her ishingizga ko'pdan-ko'p tashakkur. Abdug'ani aka, siz nayt yiroq musofirni besib bugungi sorunimizga daxil bo'ldingiz. Shuningdek, sizning qanday talafingiz bo'lsa, biz o'rlab berishga rozi. Qanday talafingiz bor? Pichanning naqshi musiqalari haqiqatanmi Pichan diyoridagi nayt go'zal, yaqinliqkan. Men uzundan beri Pichanning muqamlarini anglashni to'liq arzu qilgan edim. Agar mumkin bo'lsa, Pichan muqamlaridan ariya anglab baqsa qanday? Qani diqqatingiz sahnimizda bo'lsin. Marhamat. Her bir kızıl gülde yar yar kasıldı
ويا ربim dağmen vay Qadrli do'stlar, har qitimliq mashribimizni uyushtirishni ixtiyor qilgan idora, jamiyat, kon, korxona, shirkat, shaxs, viloyat, nahiyalarni o'xshashlar qizg'in qarshi olamiz. Arzu talablaringlarni o'rindab beramiz. Bizning aloqali telefon nomerimiz yana davomli 255 27. Hurmatli mashrab ahli, televizor ekran oldidagi sevimli do'stlar, mashrabimizning pichan diyordagi vaqt qarori oxirlashish oldida turibdi. Shunglashqa bizga mana shunday xushallik ato qilgan pichan noyilik partikum noyilik xalq hukumati butun pichan xalqiga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni bildirish bilan birga pichan noyisidagi har millat xalqining buningdan keyin texmo go'zal parlaq kelgusini yaratishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Biz birlikda turib qolaylik.